Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 85 soniga xush keldinglar. Bugun biz jiddiy bu ekranga chiqib qoldik, chunki oldimizda Cumhuriyet kunimizni xotirlashdan iborat cho'ng bir ish bor. Bu kun xotirasi bilan biz hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudayar apandimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Xush bulduk, rahmat. Rahmat. Oldimizda bizningki Cumhuriyet kunimiz var. Salih Xudayar apandim bu programma orqali Cumhuriyet kunimizga bir chaqiriq qilmoqchi. 12-noyabrninki nima uchun bu kun ekanligi, nima uchun bizningki ikki qatorliq Cumhuriyetimiz o'xshashla 12-noyabr bo'lganligi va buning ahamiyati to'g'risida so'zlamoqchi. Marhamat, Salih Xudayar apandim. Rahmat. Aldı bilan aldığımızda 11 ayının 12 günü, yani Şarkı Türkistan Cumhuriyetlerininki kurulgan günü, devletimizdeki mustaqillik gününü hatırlaşqa dünyadaki barlık qarindaşlarımızını, barlık teşkilatlarımızını çağırıq qılman. En az degende özümüzdeki meyli şu turup atkan devletninki Tashqi ishlar ministerligida bo'lsin, parlamentda bo'lsin veya ki Amerikadagi masalan Aqsaroydagi binolarida bo'lsin, shu yerda bu mustaqillik Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik kunini xotirlash bilan yana Sharq Turkiston xalqininki mustaqillikqa bo'lgan mustaqillikni asl keltirishga bo'lgan kurashini va xalqaroninki buni qo'llashini chaqiriq qilishinglarni talab qilamiz. Ondan sırat yana bu bizninki bugünkü kadar davamlaşıyotgan 76 yılının yazı davamlaşıp kelmekte bolayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlakaninki yiltizi, ya'ni davlatimizningki qo'ldan ketganligini, egilik huquqimizninki qo'limizdan ketganligini muş sebepten bo'lganligini va bizninki kishilik huquqimizni, erkinligimizni, hatto mavjudligimizni saqlashninki va kafolat qilishning birdan bir yo'li Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqilligini asli keltirish va egilik huquqimizni qayta tiklashdan birdan bir yo'l ekanligini xalqaroga bildirish bilan yani şu xalqaroga bu Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini va bizninki xalqaro qonun bo'yicha tashqi o'z taqdirini o'z belgilash va egilik huquqimizni asli keltirish va mustamlikaga qarshi kurashimizni qo'llashini chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun bugun bu chaqiriqni qilyapmiz va barliq qarindoshlarimizni bu bo'lib tashkilotlarni xalqni yetaklab bu kunda xalqaroda o'xshash kunda o'xshash shuar bilan o'xshash talab bilan o'tirg'i chiqishimizni talab qilaman. Xo'sh, biz Amerikada bu kuni shu 11 oyninki 12 kuni chorshanba kun bo'ladi ekan. Bu kunda Amerikaninki Aqsaroyning oldida soat 1dan 3gacha namoyish yapamiz. Namoyish faoliyati va Amerika hukumatiga Sharq Turkistonninki bu besilib olgan bir davlat ekanligini e'tirof qilishini, biz Sharq Turkiston xalqininki o'zining taqdirini, tashqi o'zining taqdirini o'z belgilash haqqini qo'llashini, Sharq Turkiston xalqininki egilik huquqini asli keltirish va mustamlikaga qarshi kurashini qo'llashini chaqiriq qilamiz. Shuning uchun bu yerdagi qarindoshlarniki hammalarniki bir 2 soat vaqtinglarni chiqarib bu namoyishga qatnashishinglarni va qilinmaydiganlarmi, hech narsa qilmasanlarmi az deganda shu sosyal media orqali, tor orqali Sharq Turkiston Cumhuriyetlarining mustaqillik kunini xotirlashinglarni chaqiriq qilamiz. Rahmat. Siz bu 11-ayning 12 yana 12-noyabr degan bu kunni, bu sirliq kunni bizga tushuntirib bersangiz. Chunki bizning ikkili Cumhuriyetimiz o'xshash bir kunda qurilgan. Bizning ajdodlarimiz bu kunni qanday tanlagan? Marhamat. Xo'sh, bu haqda aslida hammadan nima qilish mumkin? Masalan, tarix qarasak, birinci Cumhuriyet qurg'uchilar, davlat atalarimiz va
şu mustaqilchi jangchilarimiz aslida Qashqani 6-ay, 7-ayning oxirigacha fetih qilib bo'lgan 1933-yilda. Fetih qilib aslida shu vaqtda mustaqillikni e'lon qila oladi. Hatto qirolliklar masalan pasportimiz bo'lsin, davlat marshimiz bo'lsin, hamma narsani oldin ola tayyorlab bo'lgan. Bular şu 11-ayning 12-kuniga saqlagan. Hamda buni nima uchun 11-ayning 12-kuniga saqlagan desak, yana shu vaqtdagi ajdodlarimizningki davlatchilik ingi bo'lganligi uchun. Davlat burunqi, ya'ni burunqi Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilgan eng oxirgi davlatimiz, hammanglarga ma'lum 7 shahar davlati, ya'ni yoki Qashqariya davlati deb tarixda shuna bilingan, ya'ni Sharq Turkistonda. 11-ayning 12-kuni 1864-yili 11-ayning 12-kuni Qashqarninki Manju Qing işgaliyetinden, istilasidan fetih qilingan kun. Şunun için ajdodlarimiz şu burunqi davlatimizga, burunqi mustaqillik kunimizga bağlaymiz deb, davlatchilik nimisida şunu bağlaymiz deb, bular necha ay saqlab şu 11-ayning 12-kuni resmiy Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti deb Qashqarda davlatimizni e'lon qildi. Bundan keyin 11 yildan keyin, ya'ni 10 yildan keyin, 11 yildan keyin ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurildi. Aslida bular G'uljini 11-ayning 7-kuni fetih qilib bo'lgan. Yaman kechiksa atisi 11-ayning 8-kuni buni mustaqillik kunimizni jakarlay oladi. Ammo yana davlatchilik nuqtadan burunqi yani mustaqilligimizni, burunqi davlatimizni mustaqilligimizni e'lon qilgan kun, ya'ni shu 11-ayning 12-kuni bo'lganligi uchun birinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetiga bog'laymiz deb yana 4 kun saqlab 11-ayning 12-kuni 1944-yilda rasmiy yana Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb davlatimizni e'lon qildi. Yani şu ajdodlarimizningki davlatchilik nimasiga bog'lab mushkunni şu 11-ayning 12-kuniga bekitilgan. Rahmat. Bu pek bir sirliq bir kun ekan. Onun üstüne bizning ajdodlarimiz qaysi kunni tanlashni nihoyat idillik bilan tanlagan. Davlatchilik enganinki anchadiki bizning ajdodlarimizning qanchalik yuqori ekanligini bilib bilish mumkin bundan. Bundan keyin bizningki avlodlar orasida, ya'ni keyingi insonlarimizda ikki jumhuriyatni qandaqdir birisi islomik jumhuriyat, birisi kommunizm deb o'zaro so'qishga soladigan mundaq bir xato qarash va amaliyotda ajdodlarimizning tutgan yo'lidan ko'rsak, bu davlatchilik engimizning qanchalik yuqori ekanligini, bizni o'zining yiltiziga qanday ulg'anligini ko'rib olamiz. Shunga bu kun 12-noyabr kuni pek ulug' kun. Bu kuni biz uxlab yotsak, yana buningga bir banolarni topsak faqat udil kelmaydi. Hamda Salih Xudoyor apandimning oxirgi qitim shu mushkunning ahamiyat to'g'riliq va nima qilish to'g'riliq. Hamda bu kunda Xitoy konsulligi oldiga chiqib namoyish qilsak bo'lamdi. Bu to'g'riliq azroq qo'shimcha qilishni umid qilamiz. Marhamat. Xo'sh, aslida biz masalan namoyish qilayotgan chog'da biz nima deb namoyish qilyapmiz? Xalqaroga chaqiriq qilyapmiz-ku. Xalqaroga davlatimizningki biz mustaqil bo'lgan bir davlat edik. Hozir davlatimiz ishg'ol ostida, xalqaroningki davlatimizni eglik huquqini mustamlikadan qutulish uchun va tashqi o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimizni qo'llashga chaqiriq qilamiz-ku. Shuning uchun kimni chaqiramiz? Shu xalqaroga chaqirish kerak. Bizga yordam bera oladiganlarga chaqirish kerak. U Xitoyning quruq temining oldida o'tirib olsak, shu o'zimiz qo'llab turamiz. U Xitoy zaten bizni bu Sharq Turkiston masalasiga kelgan chog'da e'tirof qilolmaydi. Biri e'tirof qilgan taqdirdimi Xitoyga yalvirish xato. Xitoyga yalvirib Xitoydan rahimchanlik kutish tarixdan beri xatolik. Buni qilmaslik kerak. Biz bizga yordam bera oladigan Xitoyni
Xitoyga qarshi bizga yordam bera oladigan xalqaro qonun bo'yicha bizningki davlatimizni egalik huquqimizni asliga keltirishga mustamlikni va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yordam bera oladigan davlatlarga va yoki xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak. Shuning uchun bu kunda Xitoyning oldiga konsulxonasining oldiga chiqib quruq tamga shor to'lgandan keyin hech bir ahamiyati yo'q. 70 yilning ta 2018 kadar mushunda o'tdi bu dava. 2018'den keyin ondan keyin tuzilish jarayoni kechdi. 2018'dan burun Sharq Turkiston deyishdi huquqiy g'allabati mustaqillik desa bo'lmaydi deb nurg'unlari o'tirg'i chiqib necha yil ta bu mustaqillik hareketimiz qaytadan qo'zg'alib qaytadan diasporada asas nimini egillagan qadar nurg'un suiqasdlarni ko'rdik. Buni xalqmi unutib qolmadi deyman. Unutib qolgan taqdirda to'g'rida manasi bor. Shuning uchun biz xalqaroga biz o'zimizning haqqimizni talab qilyapmiz. U Xitoydan talab qilmayapmiz. Biz xalqaro qonun bo'yicha xalqarodan talab qilyapmiz. Buning nima qildi? U Xitoy baribir parvoy pilak. Quruq tamning shorg'i oldiga to'lgan taqdirdimi 60 yil to'landi bu gap. Shu doim shu Xitoyning elchixonasining oldida namoyish qilib o'zimiz yo'ldab xo'sh qilgandan boshqa bir natija akkamadi. Ammo Xitoyga masalan g'arb davlatlari va yoki nurg'un davlatlar dunyoning bo'yicha bo'lib asosan g'arb davlatlar nima biz kishilik huquqni qo'llaymiz, egalik huquqni qo'llaymiz, mustamlikaga qarshi turamiz, o'z taqdirini o'z belgilash haqqlarini qo'llaymiz deb shor to'laydi-ku hammasi. Yolg'onlik bo'lsin, mayli yolg'on bo'lsin, mayli rost bo'lsin. Shuning uchun biz bu kunda shuliga buni yuzga urishimiz kerak. Agar haqiqatan o'z taqdirini o'z belgilash haqqini qo'llaydigan bo'lsan, haqiqatan mustamlikaga qarshi turadigan qarshilik turish va'dalaring rost bo'lsa, irqiy qirg'inchilikni hargiz qaytadan takrorlanmaydigan va'dalaring rost bo'lsa, mana bizningki masalamiz biz Xitoyninki bir ichki ishli masalasi emas, bu yolg'iz bir kishilik huquq masalasi emas. Bizning masalamiz shu davlatimizningki egalik huquqi qo'limizdan tortilib bo'lib, davlatimizning egalik huquqiga tuproqqa tajovuz qilingandan keyin Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonni tajovuz qilib mustamlik qilgandan keyin barliq shu kishilik huquqimiz hammasimiz dafsanda qilindi. Hatto mavjudligimizni yo'qotmoqchi bo'layotdi. Irqiy qirg'inchilikning asos sababi shu. Bundan qutulish birdan bir yo'li shu davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish, egalik huquqimizni qaytadan tiklash. Undan keyin bizningki kishilik huquqimiz bo'ladi. Undan keyin bizningki diniy erkinlikimiz, mavjudligimiz hammasini kapolatlik qiladigan bir narsa davlatimizning qaytadan egalik huquqini tiklash va davlatimizni qaytadan mustaqillikni asliga keltirish. Undan boshqa yo'l yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak va chaqiriq qilishimiz kerak. Shuning uchun biz bu namoyishni agar namoyishlar qilingan bo'lsa, shu o'zimiz turishlik davlatninki mayli ya mana tashqi ishlar ministrligi oldidan bo'lsin yoki Amerikadek masalan Aqsaroyi bo'lsa Aqsaroyning oldida bo'lsin yoki parlamentining oldida bo'lsin, bu hech qat'iy bo'lmagan taqdirdami eng oz deganda avom xalq jiq to'plashadigan yerda masalan xalq kuralaydigan yerda masalan chet elliklar kuralaydigan yerda asosida adimiz shu xalqaro g'altishku bu bizning nimamizni Xitoyga g'altish emas. Biz xalqaro g'altishimiz kerak. Shuning uchun mushundaq namoyishlar epirilish kerak. Namoyish qilinmagan taqdirdami bu kunni xotirlash uchun eng oz deganda sosyal mediadan foydalanib shu Sharq Turkiston Independence for East Turkiston deb hashtag yoki East Turkiston Independence Day hashtag qilib sosyal mediadan mushkunda xalqaroga bildirishimiz kerak va bizningki hech bir vaqt mustaqilligimizdan, egalik huquqimizdan voz kechmaganligimizni va bu yo'lda agar yana oldimizda yana fursatlar keladi, shu
fursatga taya ekanligimizni va xalqaro agar bizni maddiy, ma'naviy va boshqa jihatlardan qo'llasa, biz Sharq Turkistonning mustaqilligini asl keltirish uchun barlig'imizdan, hamma narsamizdan quruqish bor emas, amaliyotda eng oz deganda bir namoyishga chiqa olsakmi, mana bular quruqlikqa uyda o'tirib olib biz janim pida andamanda deb ketamiz ya. Unda biz 1-2 soat vaqtimizni pida qilib, shuningga amal qilaylik. Shu rost janimizni pida qila olganligimizni isbotlaydi. Barlig'imizni pida qila olganligimizni. Shuning uchun bu muhim. Yani bayam deganimdek, talablarimiz, shuarimiz o'xshash bo'lishi kerak. Sharq Turkistonning mustaqilligini, egilik huquqini asliga keltirish, talablarimiz o'xshash bo'lishi kerak. Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishini, Xitoy ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchilikka qarshi bizning egilik huquqimizni, mustamlikni oyoqlashtirish, egilik huquqimizni asliga keltirish va mustaqillikni va ishg'oliyatni oyoqlashtirish kurashimizni qo'llashini chaqiriq qilishimiz kerak. Rahmat. Endi oldi bilan sizga rahmat aytishimiz kerak. Siz Yevropadan xizmatlarni, namoyishlarni tugatib kelib, hech dam olmaylar bu programmaga chiqdingiz. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat bildiramiz. Vatanninki da'vosi shunda bo'ldi deb qaraymiz. Men programmaga sizni nima qilishda jiq ikkilangan. Qanday chiqa oladi ekan bu jafoda hamda kelib programma qanday chiqar ekan desam, bu Cumhuriyet kunimiz oldimizdan ig'ir to'xtab qoldi. Buningga har qanday bana ko'rsatish mumkin emas. Chunki agar bir millat o'zining Cumhuriyet kunini, ya'ni davlatining qurilgan kunini unutib qolsa, o millatdan hech qanday bir umid kutib olmaydi. Bunday ekan, butun xalqaro vaziyat o'zgarib, hozir Xitoyning iskanjaga elayotgan bunday bir paytda biz o'zimizning irodasini ifoda qilmasak, Cumhuriyet kunimizning qadriga yetmasak, bu kuni ko'chiq to'kilib o'zimizni namoyon qilmasak, xalqarodagi davlatlar, mayli Amerika olsun, mayli Yevropa boshqa davlatlar olsun, bizni ko'zga ilmaydi. Bular davlat lozim emas endi. Biz Uyg'urchilikni targ'ib qilib, o'tgandan kechgacha biz insonlik, bizni aql va ko'p qilib deymiz ya. Shunda bo'lmaydiganning birdan-bir yo'li vatanimizni, ya'ni davlatimizni asliga keltirish. U chaqda hammaga erishamiz. Voy biz davlat qurolmaydik, biz davlat boshqarmaydik deb satadiganlar bor. Mana boy Salih Xudoyerniki deb bergandan ko'rdik ya. Bizning ajdodlarimiz davlat qurilgan kunnimi ajoyib idit bilan tanlagan. Aqlni ishlatgan, bizga bir dars bergan. Sizlar azaldan shunday davlat qurgan, davlat boshqargan insonlarning avlodlari edinglar, unutmanglar degan narsani 12 noyabr bilan bizga eslatgan. Shunga 12 noyabr hammamizni namoyish maydonida ko'ramiz deb umid qilamiz. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bugun biz faqat chaqiriq uchun chiqqanimiz uchun jiq so'zlamadik. Hammanglarning vaqti xayrli bo'lsin. Allohga omonat. Salih Xudoy efendim, sizga ko'p rahmat. Xayr, Allohga omonat. Sizga rahmat. Allohga omonat.